to'y kuni aniq, lekin uy bitmagan hali. Biz hozir 8 sotixli obyektni oldik, qabul qilib oldik. Endi buni to'y kuni aniq. Ya'ni bu to'ygacha buni bitirishimiz kerak. To'ygacha atiga 4 oy vaqt bor. Endi buni qanday qilib shunaqa katta 8 sotixli uchastkani, 3 ta uruvindan iborat bo'lgan uchastkani 4 oyda bitirish mumkin. O'ta zamonaviy va o'ta talabchan insonlarning uylari. Ketdik. Videoni boshlaymiz, ichkariga kiramiz. Hozir birma-bir ko'rsatib beraman. Ketdik. Ya'ni uy 4 oyda bitishi uchun nima ishlar qilish kerak? Har bir qilinadigan ishlarni tartibli qilmasak, biz buni bitira olmaymiz. Ya'ni uylarni ko'rsataylik, hozirgi holati qanaqa? Ko'chalarni ham ko'rib turibsiz. Juda ham bir qo'rqinchli holatda, juda ham ko'p mehnat talab qilinadi. Bularni ketdik, ichkariga kiramiz. Birma-bir hammasini kontrolga olgan holda ishlarni boshlaymiz. Hovlilarni ham keling, hurmatli operator, ko'rsating. Hovli ham juda endi buni korobka holatda qabul qilib oldik. Tomlari yopilgan bo'ldi. Hali hech narsa qilinmagan. Na kanalizatsiya, na tok bor, na gaz bor, hech narsa yo'q. Keling, darvozaxonani ko'rsatamiz. Xo'p, mana bu yerda qo'shimcha qurilish bo'ladi. Hozir buni loyihalari, dizaynlar qilish jarayonidamiz. Bu joyda shu balandligida 4 metr, 4,5 metr balandligida oxirigacha qurilish qilamiz. Ya'ni naves bo'ladi. Buni tagida yozgi oshxona, o'tiradigan joy, hojatxona, sanuzillari bo'ladi. Endi sekin hozir ichkariga kiramiz. Ichkarida ham tanishtirib beramiz. Bu joyda yerto'laga tushadigan joy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yer sathidan tushadigan, yerto'laga tushadigan joy baland turibdi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu yer uruvini ko'tariladi. Bu nargi joylarda masalan tapchan bo'ladi o'tiradigan. Nargi joylarda tapchan bo'lgandan keyin mana bu joyda keling ko'rsating. Ayni mana shu joyda yerto'la bo'ladi. Yerto'la bo'ladi. Yerto'lada mana shu uyda saqlanadigan narsalar bo'ladi. Ish juda ham ko'p. Masshtab katta. 4 oyda bitirish uchun bu narsani hamma ham jur'at eta olmaydi. Chunki juda ham mas'uliyatli ish. Ya'ni to'y kuni belgilangandan keyin o'sha to'yga taklifnomalar tarqatilgandan keyin buni surish juda qiyin. Ya'ni mas'uliyat bu yerda o'z-o'zidan 2 karra oshib ketgan. O'shaning uchun biz buni oldik va rejaga qo'yib ishlasak, yuzimizni yorug' qilsa Alloh ishni bitiramiz. Hozir sizlarga qilingan rejalarni ko'rsataman. Ketdik. Biz hozir uy ichiga kirish, ya'ni hol qismida turibmiz. Bu joyga kirganda juda ham katta mehmonxona bo'ladi. Hozir mehmonxonalarni interyer va eksteryer ishlarini boshlaymiz. Ya'ni ichkariga interyer, tashqariga eksteryer ishlarini hozir boshlaymiz va bularni tez orada qo'yamiz. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini, ya'ni minimalistik uslubda qilishga harakat qilamiz. Yuring endi ikkinchi qavatga ham chiqamiz. Uyimizni ikkinchi qavatiga chiqdik. Ikkinchi qavatda ko'rib turganingizdek terrasa bo'ladi va bu terrasani ham biz narigi boshigacha uzaytiramiz. Ya'ni buni yana ham kengaytirgan holatda mana bu ochiq maydonda mashinalar o'tishi, bu yerda shamol aylanishi juda ham yaxshi bo'ladi uyda va mana shunaqa holatda bemalol o'tirib, choy ichib yoki kitob o'qib o'tiradigan joy bo'ladi. Ichkariga kirganda bu joyda keng hol bo'ladi. 1, 2, 3. 3 ta yotoqxonasi bor ikkinchi qavatda. Mana endi videomizning eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Yaqinroq kelasiz. Xo'p, endi 6 oylik ishni qanaqa qilib 4 oyda qilish mumkin? Ya'ni hozirgi kunda 100 kvadratlik uylarni ba'zi kompaniyalar 4 oy, 5 oy qilishadi. Chunki hozirgi dizaynerskiy remontlar o'zi shunaqa vaqt talab qiladi. Bu normal holat o'zi ko'p joyda. Lekin bunaqa uchastkalarda 4 oy bitirish bu juda ham mas'uliyati katta ish. Mana qanaqa qilamiz? Ikkita reja qildik. Ya'ni bosh reja desak bo'ladi. Bittasi zoom out, ya'ni tepadan ko'rinishi iyun, iyul, avgust, sentyabr. Iyun oyida qilinadigan ishlar, iyul oyida qilinadigan ishlar, avgust oyida qilinadigan ishlar va sentyabr oyida qilinadigan ishlar. Bu ya'ni mana bu yerda yozib qo'yganmiz, eksteryer ishlar deb qo'yganmiz-da. Eksteryer ishlariga masalan 3 oy ajratganmiz. Bunga nima kerak? Alikabond, darvozaxonani qurilishi, styashkalar, letniy oshxonalar qurilishi, letniy sanuzillarning qurilishi. Endi mana bunda yana ham aniqlik kiritilgan. Ya'ni bu zoom in, ya'ni ichkariga kiramiz. Bu yerda haftalarga bo'lingan ishlar. Ya'ni har haftada qilinadigan ishlarning rejalari bor. Boshlanadigan kuni aniq, tugash kuni aniq. Endi
Agar mana shu holatdan, agar grafikdan biz chiqib ketadigan bo'lsak, nima qilamiz? Masalan, biz mana darvozaxona qurilishi deganimizda 30 kun vaqt ajratganmiz. Agar biz 30 kundan ya'ni 20 kun o'tgan, 15 kun o'tgandan keyin qolgan ishlarni rejalaymiz. Agar biz qolgan ishlarni 15 kunda bitirib olmasak, qo'shimcha ustalarni qo'yamiz. Va qo'shimcha ustalarni qo'ygan holatda biz harakat qilamiz. Ana o'sha 30 kun ajratilgan bo'lsa, 30-kuni shu ishlarni tugatishga biz butun kuchimizni, butun e'tiborimizni beramiz. Ana o'shanda ko'rib turgan har bir ishchi va 18-haftaga kelib mana cleaning ishlarini yozganmiz. Oxirida 18-haftada cleaning ishi, ya'ni tozalash ishlarini qo'yganmiz mana. Agar biz mana shu rejani qilmasak, biz 6 oy tugul, balkim 8 oyga ham cho'zilib ketishi mumkin ishlarimiz. Ya'ni shunaqa holatlarda qo'shimcha ustani, qo'shimcha e'tibor, qo'shimcha kuch hisobiga har doim biz harakat qilamiz bu narsani bitirishga. Ya'ni bunaqa ishlarni biz oldin ham qilganmiz. Ya'ni bu tajribadan o'tgan, sinalgan usul. Hamma shu yurtdoshlarimiz agar tezroq bitirish xohlashsa, albatta reja qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bosh reja desak bo'ladi. Shu holatda uy bitishi mumkin. Boshqachasiga bitish qiyin. Ya'ni qaysi ishni qaysi kunni boshlanib, qaysi kunni tugashini bilmagan odam hech qachon uylarni, ya'ni ayniqsa bunaqa katta kvadrat turalik, bunaqa 8 sotixlik hovlini, uchastkani bitira olmaydi. Mana hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, hovli ham hali bo'm-bo'sh, hech narsa yo'q. Lekin bu yerda qo'shimcha qurilish bo'ladi, letniy oshxona va yozgi sanuzillar bo'ladi, hojatxonalar bo'ladi. Endi buni bitirish uchun juda ko'p mashaqqat talab qilinadi va nima uchun bunaqa tez bo'lib qoldi deyilgan savol ham keladi, albatta. Bunga javob berib o'taman. Bu xonadon egalari, ya'ni 150 kvadratlik uylari bor edi, domlari va o'sha domni remont qilmoqchi edik. Biz o'zimiz dizaynni ham qilib o'tdik unga. Dizaynlar ham tayyor edi. O'sha domni, ko'p qavatli uylarni dizaynini ham qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. Dizaynlar tayyor bo'ladi va shundan keyin uy egalari kelinni, ya'ni o'sha ko'p qavatli domga, kvartiraga emas va o'zlari yoqqan uchastkalariga olishga qaror qilishdi va to'y oktyabr oyida bo'ladi, lekin hali bu joyda shu 4 oyga yaqin vaqtimiz bor. Ana o'shani bitirish uchun biz mas'ullikni oldik. Keling. Albatta bu o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha stress bo'lishi mumkin va lekin shunga qaramasdan shunaqa katta ishga kirishga qaror qildik. Buni albatta biz bitirishga harakat qilamiz. Undan ham tashqari ko'pchilikning xabari bor, bizda ERP sistema bor. Ya'ni o'sha Dubay shahrida malaka oshirishga borganimda, u ERP sistemalarni olib kelgandim. U ERP sistema orqali bu bitta oddiy ko'rinishi bo'lsa, biz u yerda kompyuterda boshqaramiz, kompyuterda menejerlarimiz o'tiradi va obyektda ham bitta bizni ertadan kechgacha bo'ladigan, ya'ni 5 oy, 4 oy vaqt mobaynida bu yerda bizni vakilimiz ertayu kech mana shu yerda qolib, kerak bo'lsa, mana shu yerda ishni kontrol qilgan holatda ishni bitirishga harakat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizga ham uyingizni tezroq bitirishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizga yaqindan yordam berishga harakat qilamiz.